Amerika-Xitoy orasidagi 44 yillik ilm-fan kelishimining kelajagi. O'z vaqtida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ilmiy tadqiqot hamkorligiga asos solgan, buningdan 44 yil ilgari imzolangan kelishimning muddati bu yil 8-oyning oxirida to'shadigan bo'lg'achqa, bu uzun yillardan buyon ikki davlat munosabati uchun turuklik rol o'ynab kelgan bu kelishimning kelajagi haqidagi savollarni o'ttirg'a chiqardi. Undaqda bu kelishim nima uchun muhim? 1970-yillarning oxirida Amerika bilan Xitoyning munosabati normallashganda, tunji bo'lib imzolangan mazkur kelishimning mayli muddati uzartilsin yoki uningga tuzatish kirgizilsin yoki to'xtatilsin, bularning hammasi Xitoyga muayyan uchurlarni yetkazadi. Shu vajidan siyosiyonlar va aloqador sohadagi kasbiy zotlar hozir Amerikaning Xitoyga zodi qanday signal bermoqchi ekanligini bas munozir qilmoqda. Aslida 1979-yili imzolangan va taxminan har 5 yilda bir qitim yangilanadigan Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimi eng oxirgi qitim 2018-yili yangilangan bo'lib, bu kelishim Amerika bilan Xitoydagi tadqiqotchilarning fizika, ximiya, sayya va boshqa sohalarda hamkorlashiga yo'l ochgan. Davlatlar o'rtasidagi hamkorlik Xitoyning uzun qatlamini xo'rtadigan CFC gazlariga tayinishdan qutulishiga va yillik vaksina ishlab chiqarishda ishlatiladigan tarqalishchan zukam sonliq ma'lumotlardan tang bahramand bo'lishiga yordam bergan. Bu kelishimning imzolanganiga 40 yildan oshgan bugungi kunda Xitoy hukumatining qo'llashi ostidagi aqliy mulk o'g'irligi va Xitoy armiyasining Amerikaning ilm-fan taraqqiyotidan naf elishi to'g'risidagi andisha tufayli bu xil hamkorlikning keng doiralik mohiyati inchik tekshirilyotidi. Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimini ma'lum shaklda davomlashtirishni targ'ib qiluvchilar mazkur hamkorlikning foydasi bu xil xavflarni besib ketalaydi deb qaraydi. Bu kelishimni davomlashtirishga qarshi turg'uvchilar bo'lsa, bu kelishimni davomlashtirsak, Xitoy Amerika aloqador xavflarga ancha iranishmaydigan deb qoldi deyishdi. Tafsilotlar. Obama hukumati mezgilidagi Oqsaroy fan-texnika siyosat ishxonasining sobiq mudiri Jon Holdren munolarni bildirdi. Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimining imzolanishi tajribaxona bilan tajribaxona, universitet bilan universitet, tadqiqotchi bilan tadqiqotchi orasidagi hamkorlikqa ma'lum shaklda ijozat bergan va hamkorlik hurmatga sazovardir degan uqumni yo'lliqlashtirgan edi. U yana mundaq dedi: hamkorlikning kuchayishi Amerika va Xitoy tadqiqotchilar o'rtasida shaxsiy munosabat o'rnatilishiga turtki bo'ldi va bu tadqiqotchilarning ko'pinchisi keyin Beijing va Washingtonda yuqori darajalik amaldorlarga aylandi. Shundaqla ikki davlat o'rtaq qiziqadigan ilmiy masalalarni hal qilishda bu munosabatlardan foydalandi. Trump hukumati davrida Amerika Adliya ministrligi Xitoyning aqliy mulk o'g'irligi va josuslikni tekshiradigan Xitoy tashabbusini o'ttirib qo'ygandan keyin Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ilmiy hamkorliklar qattiq tekshirildi. Amerika hukumati tadqiqotchilarni irqiy jihatdan kamsitdi deb ayblagandan keyin bu tur to'xtab qoldi. Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimi shundaqla uning qarmog'idagi federativ tadqiqot organlari Xitoydagi tangdosh apparatlar bilan tuzgan kelishimlar cheklash kuchiga ega bo'lmasa-mu, ammo bu kelishimlar sun'iy hamra, klimat va yer tavrash harakatlari to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarni ham baharlashgan. Shundaqla yadro sintezlanish va subatom zarrachilari haqida sinoq ishlashga qulaylik yaratdi. Amerika Federatsiya apparatlari ximiya, fizika, klimat va energiya fanlari, dehqonchilik, sayya va boshqa sohalarda tadqiqot programmalarini, projektlarni, markazlarni, yig'inlarni va almashtirishlarni tashkilladi. Kelishimning yana nurg'un simvollik ma'nolari bor bo'lib, bu o'z navbatida hamkorlikning do'stona munosabatni kuchaytirib, ikki davlatning farovonligini va gullanishini ilgari suralaydiganligini e'tirof qilganlikdir. 1979-yili Xitoyning texnik saviyasi Amerikaninkidan bakla orqada qoldi. Pensilvaniya universitetidagi Xitoy programmalari va strategiyalik tashabbuslar markazining mudiri Scott Michael Moore mundaq dedi: Xitoyning ayni vaqtdagi texnik saviyasini hozirgi saviyasi bilan silishtirish mumkin emas. Ayni vaqtda har qanday shakldagi raqobat va aqliy mulk masalasi kishilarning esiga kelmagan edi. Ammo Xitoyning sun'iy idrok, kvant ilmi,
biomeditsina va olam bo'shlig'i sohasidagi yuksalishi, shundaqla ikki davlatning ulluq ilm-fanni harbiy qo'llanishchanligi ega hamda savdo qiymati zo'r bo'lgan yangidan gullanayotgan qo'sh ishlatishchan texnikalarga aylantirish iqtidori bu ikki davlat o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni davlat ichi va dunyo siyosatidagi qiziq nuqtaga aylantirdi. Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimi tuzilganda bundaq masalalarning yuz berishi tasavvur qilinmagan edi, deydi Moore. Holdren qatorliqlar Xitoyning ilgirilishi bu kelishimni davomlashtirish kerakligini ko'rsatdi. Chunki bu kelishim Xitoyning iqtidori va ilgirilishini tushunadigan va ulardan o'rganadigan ko'znakdir deb qaraydi. Amerika ilm-fanni rivojlantirish jamiyatidagi xalqaro masalalar va ilm-fan diplomatiyasi markazining direktori Kim Montgomery bu haqda munolarni bildirdi. İlim-fan sohasining 1979-yildagiga o'xshamaydiganligi Amerika bilan Xitoy orasidagi xalqaro ilmiy hamkorlikni davomlashtirish uchun texnik kuchlik sababdir. Aloqador zotlar nima deyishyotidi? Avam palatasidagi Xitoy alohida komiteti 6-oyda davlat sekretari Antony Blinkenga yozgan xatida Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimini davomlashtirmasligini kuchlik tavsiya qilganligini bildirgan hamda Amerika-Xitoy fan-texnika kelishimi doirasidagi tadqiqotning Xitoy armiyasini kuchaytiradiganligiga bo'lgan andishasini ta'kidlagan. Mazkur komitetning raisi Mike Gallagher o'z bayonotida mundaq degan: Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi fan-texnika kelishimini uzartish bizning tadqiqotlarimizni va aqliy mulklarimizni texnik qattiq ziyonga uchirtadi xolos. Holdren mundaq deydi: Amerikalik bo'lish sifatimiz bilan aqliy mulklarimizning va davlat mudofaa uchurlarimizning o'g'irlanishiga va kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lganligimizni oydinlashtirishimiz nihoyat muhim. Lekin bu masalalar to'g'risida qarshi taraf bilan fikrlashish munosabatni uzganga qaraganda texmi unumlikdir. Montgomery buningga qo'shilganligini bildirib mundaq dedi: Davlat bexatarligi, aqliy mulk va davlat mudofaasi texnikalari jihatda o'rinliq andishalar mavjud. Ammo bu andishalar kelishimdan voz kechishni emas, balki uningga tuzatish kirgizishni taqozo qiladi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi mazkur apparatning davomlashayotgan xalqaro suhbat yoki ichki kengashlar to'g'risida fikr bildirmaydiganligini aytdi. Qarshi tarafning inkosi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Shifeng oldingi oydagi Aspen bexatarlik yig'inida mazkur kelishimni davomlashtirishning Amerika-Xitoy hamkorligining muhim nuqtasi ekanligini bildirdi. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasining bayonotchisi bayonotida mundaq dedi: Xitoy barobarlik va o'zaro manfaat yetkazish asosida Amerika bilan kelishimning mazmuni va shaklini muzokara qilishni xohlaydi. Orqa ko'rinish. Bayden hukumati Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatni pasaytirishga urinib, 6-oydan boshlab bir qancha nafar yuqori darajalik amaldorni Xitoyga avatdi. Bu urinishlarni nazarda tutganda Amerikaning kelishimni davomlashtirmaslik ehtimolligi to'g'ri.